Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan uch bolalar. Xullas, Chortoq mahallada shunday yo'l yuzidan 100 metr kirganda ikkita yonma-yon kottejimiz bor edi. Bittasi sotilgan, ikkinchisi yana mana shu uglovoga qurilgan. Eng optimalniy variant sotilyapti. Xullas, uyimizning narxi $98,000. Uyni ko'ramiz. Kirib olgan bo'lsa, bu mana kichkina holchamiz, kiraverishda chap qo'lda bitta xonamiz bor. Va yana bitta xonamiz bu mehmonxona. Uyimiz Yevro remont, 2 etaj, polniy teplый polda. Bu yerda mana sanuzelimiz bo'lyapti. Va kuxnyaga kiramiz. Bu yerda mana shamol aylanadigan joyi bor. Ichkarida kotelxonamiz. Xullas, ikkinchi qavatimizda 3 xona va hol. Bu yerda mana holimiz. Televizor qo'yib qo'yib, bu yoqda mazza qilib o'tirsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yerda mana kiraverishda to'g'rida yana bitta xonasi bor. Ikkinchi qavatdagi mehmonxonamizni abo'ylarni lekin chotki fokus bilan tanlab qo'yibdilar. Va ikkinchi, ya'ni tepadagi sanuzelimiz. Bu yerda mana yana bitta xonasi. Manzil keladigan bo'lsa, Chortoq mahalla, orientir 333-maktab yonidagi uylar. Xullas, yo'l yuzidan bir 100 metr kiriladi. Uyimiz o'sha 1 sotuv 2 qavatli uy. 5 ta xonasi bor, 2 ta sanuzel va 2 ta hol bor. Uyimizning narxi $98,000. Bizani kuzatinglar, sizlar bilan uychi bolalar.